Aziz vatandaşlar, söylemi qarindoshlar, insoniyat tarixiga, jumladan xalqaro olimpik tarixga qora dog' bo'lib yozilgan Beijing erkiy qirg'inchilik tanharakati oxirlashdi. 1936 yildagi Berlin olimpiki Yahudi qirg'inchilik olimpiki deb xotirlangandek, 2022 yillik Beijing olimpiki mo Uyg'ur milliy qirg'inchilik olimpiki degan qora dog' bilan tarix betlaridan yer oldi. 2 yıldan bu yan 200'e yakın teşkilatlarının ortak tirişçanlığı Olimpik Komiteti ve bu müsabaka katnaşkan devletlerini, tenerkeçilerini, şirketlerini, şundakla medya kuruluşlarını meydanlardan vazgeçirişke yetmedi. Ama hiç olmasa bir kısım devletlerini diplomatik boykot kılışka, az sandaki bozma tenerkeçilerini avaz çıkarışka tesir gösterdi. Mühimi, Olimpik tarixidagi eng talash tartishga ayıplash kuchirgan bir olimpik bo'lib qoldi. Dunyo bo'yicha eng az odam ko'rgan, Xitoyning Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi eng ko'p ayıplangan, Xitoyning vahshiy jinoyat qilmishlari eng ko'p talash tartish qilingan bu olimpikka ochko'zlik bilan mablag' solgan savdo shirkatlari, televizion shirkatlari eg'iz ziyon tortib, bedel to'lashga majbur bo'lgan bir olimpik bo'ldi. Xitoy milliardlagan dollarni xashlab bu olimpik komitini setib olgan bilan milyonlagan insonlarning qalbida nafratlik bir jinoyatchi bo'lib qoldi. Bu jihatni aytganda dunyo miqyosidagi qarindoshlarimizning ajri bekorga ketmadi. Aziz vatandaşlar, Beijing erkiy qirg'inchiligi o'yini oxirlashibla dunyoning diqqati Rossiya Ukraina urushiga o'tkazdi. Bu urush 3-Dünya urushining purug'ini vermoqda. Sharq Turkiston davosida emas, dünyamı ciddi bir sınavga duch kelmoqda. Bu urush bizning vatanimizdan bir qancha ming kilometr uzoqlikda davom etayotgan bo'lsa-mu, urushning jarayoni va bo'libmi natijasi bizning taqdirimizga ma'lum darajada, hatto zo'r darajada ta'sir ko'rsatdi. Bu urushning hozirgacha bo'lgan jarayoni bizga hech bir millat va davlatni tashqi kuchlar va davlatlar qutqizib qo'ymaydiganligini, har millat o'z-o'zini qutqizganligini, o'zini qutqizish iqtidoriga ega bo'lgan millatga boshqa davlatlarning faqat yordam qiladiganligidan iborat bir reallikni yana bir qatim ro'shan ko'rsatib berdi. Aziz vatandaşlar, 2021 yilimi Sharq Turkiston xalqi uchun o'z tarixidagi eng azobli, eng qorong'u bir yil bo'ldi. 2016 yildan bu yana davomlashayotgan jazo lagerligi zulmlar, turmalardagi qiyin qistoqlar, erkiy qirg'inchiliklarning ayoli uzilmagan bir yil bo'ldi. Muhaciret teşkilatlarımız, vatandaşlarımız, fidakar jangchilarimizning to'lagan behisob bedellerine karşı milletimizning taqdirida ko'rinarlik bir o'zgarish bo'lmadi. Xalqimiz va biz arzuqqan kunga erishamadik. Üstü uchuq turmaga, balki fani dunyodagi do'zaxga aylangan Sharq Turkistondagi noli faryodlar helimi davom qilmoqda. Ammo shundoq bo'lishiga qaramay 2021 yili muhaciretdagi milliy davoyimiz tarixida ilgari ko'rilib bakmagan bir qism natijalarmi ro'yobga chiqdi. Masalan, Sharq Turkiston masalasi izchil holda dunyo sahnasining siyosiy kun tarafini egallab keldi. Amerika boshliq bir qism g'arb davlatlari va parlamentlari Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmini erkiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Amerika, Yevropa ittifoqi Uyg'urlarga munosabatli qonunlarni, qarorlarni ma'qulladi. Bir qism Xitoy amaldorlari va shirkatlarga jazo e'lon qildi. Ta'minlash zanjiri qonuni, Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonuni deganda qonunlar ma'qullanib, Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'daydiganlarning ijobiy qadamlarini bosdi. Uyg'ur sud kollegiyasi 18 oylik jiddiy tekshirish natijasida erkiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat degan hukmni chiqarib, Xitoyni jinoiy javobgarlik tortishning asosini yaratdi. Va hokazolar. 2021 yılda barliq kelgan bütün bu natijalar vatan millatimizning manfaatini, xalqning hür mustaqillik g'oyasini hammadan yuksak o'rin qo'ygan, amaliy xizmat qilib tirishchilik ko'rsatgan tashkilotlarning fidokor vatanparvarlarning sarf qilgan ajrining mas'ulidir. Bu xizmatlarda dunyo qurultiyining zo'r to'pisi borligini g'urur bilan jakalayamiz. Biz mana shunday bir utuqlar bilan 2022 yilga qadam qo'yyapmiz. Biroq bunun bilan g'oyamizga ulaşgan, maqsadimizga yetgan bo'lolmaymiz. Jazo lagerlari helim mavjud, erkiy qirg'inchilik helim davom qilmoqda. Oldingi kunlar va oylarda va yillarda bo'lsa, bizdan texnik zo'r jasorat bedel talab qilmoqda.
2022 yılının Uyghur irqi qirg'inchiligi xatim berilgan bir yıl bo'lishini arzu qilsak, muajjat barliq tashkilotlarimiz, xalqimiz, vatansevar shaxslarimizning mühürünü mürüktirip ortak kurash qilishimizga to'g'ri keladi. Onun alda 2022 yılı bizning ustimizga qanday majburiyatlarni yuklaydi? Birinchi, milliy birlik, siyosiy va harakat hamkorligini jiddiy taqozo qiladi. Muhacir Sharq Turkiston tashkilotlari teg'im zo'r ittifoqlashib, dushmanimiz Xitoyga qarshi birlikda kurash qilish prinsipida ching turishimiz kerak. Hammamizga ayon bo'lgandek, bizning milliy mücadelemiz dünyadaki en zalim, en müstebit, en çok bir hakimiyet bilen karşılaşış köşüdür. Şarkı Türkistan teşkilatları kançlık için birleşersek, onun küçüğü şunçuluk zoruydu. Ve dünyadaki hakkaniyetçi demokrat devletlerinin, halklarının istaşlığını, koluşunu şunçuluk köp koluk keltireleyimiz. Bunun bilen hazırlıcı aran 9 devlet Uyghur irqi qirg'inchiliğini itiraf qilgan bo'lsa, 2022 yılı bunu 20-30'ga belki onundan köp devletki yetkizilişimiz mümkün. Devletlerin Xitoyga karşı yeniden çare tedbirlerini aldırışga müyesser bulalışımız mümkün. Fikir farkları, kurash usulumuzdaki farklar bizni ayrıp taşlaştığının sebep bo'lib qolmasin. Düşmanımızdan maksudumuz zaten aramızda bozup birbirimizni aqtaqliq, qarataqliqqa aylandırıp ötiş. Şuna qaysi fikir, qaysi teşkilat qilishdan qat'iy nazar milliy birlik, siyosiy va harakat hamkorligini ishga oshirish, o'rtaq g'oyamiz bo'lgan milliy mustaqilligimizni ishga oshirish, davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish qatorliq masalalarni muzokara qilish uchun 2 davlatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi chaqirishni qaror qildik. Ikkinchi, iqtisodiy safarbarlik va fidokorlik muhtojmiz. 2022 yili bizning qildigan ishlarimiz texnik ko'p, vazifamiz texnik ig'ir. Texnik ko'p ishlarni qilish uchun yanada ko'p iqtisodga ehtiyojimiz tushadi. Hozir qadar bir qism vatanparvar tijoratchilarimiz va xalqimiz zo'r fidokorlik, mardlik bilan kurashlarimizni moddiy jihatdan qo'llab keldi. Ammo yanada ko'p sonli tijoratchilarimiz, boylarimiz chegara ochilsa, vatanga berib kelish, vatanda allaqachon Xitoyning g'izisi tushib bo'lgan mol dunyosining shirin tushlarini ko'rib, Xitoydan umid uzmay, tarixdan savoq olmay yashayotganlar az emas. O'tgan 5-6 yillik tajriba bizga shuni aniq bildirish kerakki, erkin, mustaqil vatani bo'lmagan bir kishining mol dunyosi, ilmi va qobiliyatining qancha qimmatli bo'lmaydi. Shunga 2022 yilda iqtisodiy yordamlarimizni, iqtidorimizni, ilmimizni davoyimizdan ayirmaslikqa chaqiramiz. Sharq Turkiston davosi bugun ziroat terib, erta usul oladigan davo emas. Bu dava uzun usul tutgan murakkab bir dava. Azatlık bir keçitla dünya kelmeydi. Düşmanımız Xitoyga kuchlik raqib bo'lishimiz uchun kuchlik insonlarni tarkib topgan bir dava qo'shiniga muhtojmiz. Bu albatta iqtisodiy kuchni asos qilgan holda barliq keladi. Aksi taqdirda kelajagimizdan zo'r umid kutamaymiz. Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoiy javobgarligini hisob so'rash uchun 2022 yil elib boradigan qonun kurash bosqichimizda dastlabki qadamda Argentina, Germaniya, Angliya, Kanada'da başlayan ve başlış alıp durgan sotlarının muvaffakiyetlik elip veriliş için bütün vatanperverlerimizden, bulupmu ticaretçi, karahanç vatanperverlerimizden yardımına muhtaçız. Üçüncü, Uygur vatanperver ziyalıları pahalı hareket gelişi, doğru yolda yürüyüşü lazım. Milli Müstakillik hareketimizden bir kanıtı boğan Uygur ziyalılarının doğru yolunu tanlap pahalı hareket götürdüğü vakti allaqachon keldi. Milletimiz duş kivatkan misilsiz eğer zulümge vicdanı azaplanmagan ziyalıga bu vatanning ihtiyacı yok. Doğru yolunu tapanmay, milli davaga ziyallık söz hareketler bilen kün özgü tutatkan ziyalığa halkımız muhtaç emas. Düşmanning toqışıga may survatqanlarga hiç kim muhtaç emas. Uygur Akademiyasi merkez qilgan bir qism ziyalılar Uygur sotuda öz vazifasini nayt yaxshi ado qildi. Ama yanıla bir kısım ziyalılar öz vazifasının mesuliyetinin nima ekanligini bilmay, o'rinsiz talash tartishlar bilan vaqt isrofchilik qilyotdi. Ziyalılarımız navbatda yoshlarimizni vatanparvarlik ruhi bilan tarbiyalashni asosiy maqsad qilish kerak. Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan munosabat bor shirkatlar Uygur qirg'inchiligida aktiv rol o'ynagan va o'ynayotgan qotillar, jinoyatchilar haqida izlanishlar olib berib,
oldimizda ichish olib turgan Argentina soti, Germaniya, Kanadadagi sotlar, Angliya, Tamujin soti qatorliqlarni paktlar bilan ta'minlash vazifasini üstüge gelish kerak. Navbatda Uyg'ur ziyolilarining zimmisidagi vazifa haqiqatan og'ir. Buning ichidagi eng og'iri haqni ching turish va haqni so'zlash turib. Mayli ziyolilarimiz bo'lsin yoki diniy o'limalarimiz bo'lsin, haqsizlikka qarshi dodil o'tirib chiqish lozim. Tariximizning shonliq taraflarini yuritib, avlodlarimizni milliy ruh bilan, kurashchanlik jasoati bilan tarbiyalashga ahamiyat berish zarur. Tariximizning qorong'u taraflarini qizish kelajakdagi mustaqil Sharq Turkiston tarixchilarimizning vazifasi. Bugungi davoyimiz, vazifamiz to'r qahramonlarga emas, haqiqiy qahramonlarga muhtoj. 4. İnkarchilar va azg'onlar vaqtida to'g'ri yo'lni tanlab olish kerak. Washington Post gazeti yaqinda bir maqola e'lon qilib, Sharq Turkistonda Xitoy tomonidan qurilgan bir to'r markazining chet eldagi ijtimoiy taraqqiyotdagi Uyg'ur tilida e'lon qilingan butun yozmalarni to'plab turlarga ayirayotganligini, chet eldagi nishonli kuchlarga texmi eg'ir parakanchilik selish maqsad qilayotganligini oshkorladi. Hozirgi bizning to'r dunyosidagi atalmış qahramonlarimiz bilan Xitoyning bu to'r markazlari orasida qanday bir munosabatning mavjudligi ma'lum emas. Ammo Xitoyning dunyo huquqiga va chet eldagi aktiv harakat qilayotgan Uyg'ur tashkilotlarga rahbarlar qarta hujumning buningdan keyin texmi kuchlanganligi ma'lum. Mazarga chammetib o'zining mashhurlik kesiliga davozlaydigan qarindoshlarimiz ilgirim bor edi. Hozir texmi ko'payib ketayotganligiga shohid bo'lyapmiz. O'liklarni go'rdi jimiyat qilib qo'ymay, ularning qandaqdir bir ish yoki so'zlarini ishlab tortib, saniga so'rab chiqarib sazoyi qilishlar moda bo'lib qelyapti. Dunyo qurultiyi qatorliq tashkilotlar Beijing Olimpik musobaqasini boykot qilish va irqiy qirg'inchilik qarshi turish uchun imzo to'plash kampaniyasi olib berayotganda, ba'zilarning dunyo qurultiyiga qarshi imzo to'plash safarbarligi qo'zg'alganiga shohid bo'ldik. Dunyo qurultiyi Xitoyga qarshi chammini yetishga kurash qilyapti-yu, ba'zilar dunyo qurultiyiga tishtirmag'iga qarshi hujum qilyapti. Dunyo Xitoyga qarshi embargo jazo e'lon qilayotgan bu zamonda ba'zilar dunyo qurultiyiga qarshi embargo jazo e'lon qilyapti. Kashki shu energiyani, shu vaqtni, shu jasoratni Xitoyga qarshi sarf qilgan bo'lsa, vijdoninglar qanchalik rahat bo'lar edi. Kashki shu imzo kampaniyasini Xi Jinpingga qarshi, Chimchangoga qarshi yo'l qo'ygan bo'lsanglar, xalqlar sizlardan qanchalik faxrlanar edi deb o'ylab qolamiz ba'zida. Dunyo qurultiyini inkor qilish, aktiv faoliyat qilayotgan tashkilotlarni inkor qilish, namoyishlarni inkor qilish, Uyg'ur sotini inkor qilish, davoda fidokorlik bilan uzun yillardan buyon xizmat qilayotganlarni inkor qilish, hatto hayotini bu davo bag'ishlab o'lib ketganlarni inkor qilish, ammo Xi Jinping hokimiyatini va uning hamkorlashuvchilariga sukut turish tarixiy bir jinoyat. Lekin mayli Xitoy davlati bo'lib, mayli inkorchilar kollektivi bo'lib, mayli mashhur shaxs bo'lib o'tirib chiqsin, dunyo qurultiyiga qarshi bu hujumdan hech kim hech nimaga erishmaydi. O'zini mashhur qilish uchun dunyo qurultiyini pat-pat ishlab tortadiganlardan ranjib avar bo'lmaymiz. Bu o'zini ufritishdan boshqa yaramaydi. Ammo samimiy lekin hayajonni besh qizib qolgan, ozdirilganlar va ozdirishga uchrayotganlar tarixda bir qora dog' bo'lib qolganligi, eng aqlli bo'lgandimi vijdonning so'rig'iga duch kelganligini unutib qolmasligimiz kerak. Milliy mustaqillik harakatimiz jarayonida butun xalqimizning, tashkilotlarimizning faqat bir dushmani bo'lishi kerak. U bo'lsa-mu Xitoy mustamlikchilari. Bu dal dunyo qurultiyining harakat prinsipi. Vatan xalqimizning duosi har xil sharoitlarda yana do'qni qo'llab, samimiy tilaklar bilan bizga madad berib kelayotgan xalqimizning umidi dal bizning moddiy va ma'naviy ozuqimiz va jasoratimizning kuch manbasidir. Rahmat. Yolda sudek aktı bizning qinimiz, sen üçün ey yurtimiz
bulsun cenimiz. Kan keçip hem can verip ahır bu